Bugun biz qarzli ilovasini super admin qanday tarzda kirib, barcha joylarni tekshirishni birma-bir ko'rib chiqamiz. Sizlarga ko'rinib turgan oyna hozirgi paytda tungi rejim, ya'ni bizda soat kechki payt bo'lgani uchun tungi rejim yondi. Ya'ni bu narsani xohlasangiz kunduzgi rejimga ham o'tkazib olishingiz mumkin. Birinchi navbatda bizga login parol kerak bo'ladi. Uni qayerdan olamiz? Biz tomonimizdan bergan login paroldan foydalangan holatda bemalol kirishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda mana login parolim demak Gmail parolni aytolmayman, uzr. Tizim tarmoqqa Xo'p, muvaffaqiyatli ulandi. birinchi navbatda dasturga kirganimizdan keyin bizani super admin, ya'ni ushbu yerda onlaynligimiz va ushbu yerda bildirishnomalari. Bildirishnoma nima qiladi? Bildirishnomaga kirganimizdan keyin qaysi tovarlarimiz kam qoldi, shu narsani bemalol kirib chiqib ko'zdan kechirsak bo'ladi. Ushbu joyda bizda omborimiz bor. Misol uchun omborimizda qanaqa mahsulotlar borligi yetkazib berish. Birinchi navbatda biz ekranimizni qora rejimdan emas, oq rejimga o'tkazib olamiz. Ya'ni kunduzgi rejimga. Bo'ldi. Bizning rejimimiz almashdi. Ushbu joyda birinchi navbatda ko'rib ketiladigan bo'lsa, bu bizning balansimiz, ya'ni bizning ERP sistemamiz oylik to'lov tizimi asosida ishlanadi. Ushbu joyda siz o'zingiz xohlagan ixtiyoriy summada bemalol bizga to'lov qilganingizdan keyin ushbu narsa sizda ko'rinib turish boshlaydi. Bizda birinchi navbatda sozlamalar bo'limidan o'tadigan bo'lsak, ikkinchisi ko'rish. Bu yerda kunduzgi kechki rejimlari va tili. Ushbu joyda bildirishnomalar bemalol ovozni baland past qilishingiz mumkin. Agar Windows dasturida ishlatayotgan bo'lsangiz, ushbu joyini to'g'rilab qo'ysangiz, har bir marta bosganingizda sizda klaviatura ochilib boradi. Agar sizda klaviatura bo'ladigan bo'lsa, ya'ni siz notebookda ishlaydigan bo'lsangiz, siz bu narsani o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Bu narsa faqat monoblok ishlatayotgan xodimlarga yoki mijozlarga tavsiya etiladi. Xo'p, ikkinchisi bizda AI, ya'ni siz sun'iy intellekt, ya'ni o'zingizni biznesingizni AI orqali analiz qildirmoqchimisiz. Ya'ni qancha darajada ko'p xarajat qilyapsiz, qaysi xodimingiz ko'p ishlayapti, kam ishlayapti, nima tomondan siz yutqizyapsiz, yutyapsiz, shu narsani bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin. Ushbu joyda ombor, misol uchun omborda bu nima degani? Omborda mahsulotlarni limitlab qo'yishingiz mumkin. Misol uchun qaysidir davrda siz faqatgina 10 ta mahsulotdan kam bo'ladigan bo'lsa, menga bildirishnoma jo'nat deyishingiz mumkin. Ba'zilarda 100 ta. Xuddi shunaqa qilib siz o'zingizni limitingiz bilib olasiz. O'shandagina bu omborda kam qolgan soni bo'yicha ushbu joyda sizga bildirishnomalar yuboradi. Endi chek ko'rinishi. Bu chek siz mijozga beradigan chekingiz, ya'ni qancha miqdorda siz mahsulot berdingiz, chegirmasi qancha to'landi, qancha qarzga olindi, qancha qarzga berildi. Ushbu joyda logotipi URLni, ya'ni linkini kiritishingiz mumkin. Va ushbu joyda chekki ko'rinishi ushbu joyda kunduzgi kechki rejimda ham ko'rishingiz bo'ladi. Va logoni hajmi, ya'ni kengligi. Ushbu joyga telefon nomeri kirgizib qo'yadigan bo'lsangiz, misol uchun 89 2 3 4 5 6 7. Ushbu joyda mana tel deb sizga ko'rsatish boshladi. Oxirgi matnda xaridingizdan mamnunmiz. Eng pastda footer qismida, ya'ni ko'rinib turibdi. Xo'p, ushbu joyda dona, sizni virtual klaviaturangiz bormi, yo'qmi? Bemalol ko'rib o'tishingiz mumkin. Buni ham har bitta filial uchun alohida sozlab chiqishingiz mumkin. Ushbu joyda siz fontlarni, ya'ni harflarni katta kichikligi, qanaqa ma'lumotlar ko'rinishi kerak, qanaqalari yo'q, keyin soliq yuboriladigan bo'lsa, fiskal yoqish kerak, yoqmasligi kerak. Ushbu narsani bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin. Endi esa barkod. Barkod qanday? Barkod mahsulotlaringizni barkod. Misol uchun qaysi paytda siz mahsulotlaringizga barkod yopishtirishingiz mumkin. Misol uchun ichimliklarda o'zini avtomatik barkod bo'ladi, lekin kiyim-kechaklarda yoki ba'zi bir tovarlarda barkod bo'lmaydi. U biz tomonimizdan, ya'ni dastur tomonidan generatsiya qilinadi va siz bemalol uni chiqartirib olishingiz mumkin. Bu narsa ham ketma-ketlikda ko'rsatib beraman. Endi bu joyda kurs, misol uchun agar siz mahsulotingiz dollarda kelib O'zbekiston so'mida sotmoqchi bo'lsangiz, ushbu joyda siz Markaziy bankdan kursni olib ber degan bo'lim bor. Misol uchun shu joyda siz kirgizib qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zingiz qo'lda kirgizib qo'yishingiz ham mumkin. Bu narsa muammolari yo'q. Endi bu modullar siz birinchi marta dastur sotib olganingizda ushbu modullari bor yoki yo'qligini siz ushbu joydan kontrol, ya'ni nazorat qilishingiz mumkin. Qurilmalar bu xuddi Telegramga o'xshagan holatda
Ushbu ko'rib turibsiz, boshqa sessiyalarni ochirish uchun kamida sizga 6 minut vaqt kerak bo'ladi. Bu nima degani? Sizni akkauntingizga qaysidir qurilma kiradigan bo'lsa, siz shu yerdan ko'rib turishingiz mumkin. Agar siz ancha oldin kirgan bo'lsangiz, bemalol mana shu qurilmalarni ham chiqarib tashlashingiz mumkin. Endi bu yerda parollarni almashtirish, ya'ni sizga berilgan parolni bemalol almashtirib olishingiz mumkin. Agar siz parolni yo'qotgan bo'lsangiz yoki esdan chiqargan bo'lsangiz, bemalol bizani qarzdor supportimizga murojaat qilib, bizga yozishingiz mumkin. Ushbu joyda bizani support centerimiz, ya'ni qarzli admin o'tiradi onlayn bo'lib. Siz nimadir yozadigan bo'lsangiz, bemalol biz sizga javob qaytaramiz. Xo'p, birinchisi boshqaruv bo'limiga o'tadigan bo'lsak, boshqaruv bo'limida nimalar bor? Boshqaruv bo'limida bizni to'liq analitikamiz, ya'ni sizni filialingiz, do'koningiz, omboringiz, xarajatlaringiz hammasini sizga to'liq miqdorda ko'rsatib beradi. Misol uchun mana 30 kunlikda range'da, ya'ni barcha filiallarni dollarda ham, so'mda ham, naqdda ham, kartada ham, kategoriyalar bo'yicha ham bemalol ko'rsatib beradi. Ushbu joyda sizda jami 2 ta filial bor, foydalanuvchilar jami 2 ta. Foydalanuvchilar jami 2 ta va savdo qancha narxda savdo bo'lgan, yalpi foydasi qancha. Bu narsa degani, yalpi foyda degani bu sizni olish narxingizdan, sotish narxingizdan olish narxingizga ayrilgan holatda sizni yalpi foydangizni keltirib chiqaradi. Misol uchun siz omboringizda 500 millionlik tovar bor, siz uni 700 millionga sotyapsiz, orasidagi 200 million bu sizni yalpi foydangizdan kelib chiqadi. Endi bu yerda ombordagi qiymati, ya'ni omboringizda qancha qiymatga ega bo'lgan tovarlar mavjud. Ushbu joyda ko'rib olishingiz mumkin. Bu yerda ochiq sessiyalar, ya'ni nechta kassa hozirgi ravishda aktual, ya'ni onlayn turibdi. Ushbu joyda ko'rib turishingiz mumkin. Mana hozirgi paytda filiallar bo'yicha bemalol analitikalarni, ya'ni qancha savdo qilgan, qancha foyda qilgan, xarajat qilgan, nima qilgan hammasini birma-bir ko'rib turishingiz bo'ladi. Endi filiallar kesimida tahlil, savdo trendi, mana xarajatlar, dollar, USD valyutalar, mana bu yerda grafiklar. Ushbu joyda eng ko'p sotilgan, eng kam sotilgan barcha tovarlarni bemalol ko'rib turishingiz mumkin. Endi omborda bizda mahsulotlar va qoldiq degani qancha miqdorda qolgan. Bu narsa ba'zi bir joylarda ikkita mana qoldiqni birlashtirish degani bir xil tovardan ikkita uchta do'konlarda mavjud. Agar buni bosadigan bo'lsangiz, bu qaysi filiali, misol uchun Acer'dan, bu Acer boshqa modeli. Bu faqatgina nomni ko'rsatyapti, modelini ko'rsatmayapti. Mana Acer'ni shu modelidan 250 dona Demio filial ovqat degan filialimizda mavjud ekan. Xo'p, endi harakatlar misol uchun bu yerda kirim bo'lishi mumkin, chiqim bo'lishi mumkin. Ushbu barcha narsalarni bu sizga ko'rsatib beradi. Hujjatlar ham shunday, ya'ni ushbu joyda qancha mahsulot chiqib ketyapti, kirim bo'lyapti, mana ushbu joyda ko'rsatib turgan. Inventarizatsiya tarixi, ya'ni siz mahsulotlaringizni aniqrog'i qancha omboringizda qolgandan, qancha do'konda qolganingizni inventarizatsiya, ya'ni reviziya qilasiz. Ushbu joyda nechtasi brakka chiqib ketgan, nechtasi yaroqlilik muddati o'tib ketgan. Xuddi shu narsalarni siz bemalol inventarizatsiya tarixida ko'rib turishingiz mumkin. Endi bu yerda filiallardan so'rovlar, ya'ni bir filial boshqa filiallardan bemalol mahsulotlarni ko'rib turib, unga qanchadir miqdorda buyurtma berish mumkin. Misol uchun, sizda zapchast do'koningiz bor, ya'ni qanaqadir texnika sotadigan zapchast do'koningiz bor. Unaqa do'kondan sizda ikkita qaysidir mahsulot uni tugab qoldi, lekin u boshqa filialdagi mahsulotlarni ko'ra oladi. Misol uchun 5 ta kerak bo'ladigan bo'lsa, u 5 tani belgilab, siz bemalol filiallarga so'rov jo'natishingiz mumkin. Ushbu joyda omborlar, hozirgi paytda nechta omboringiz bor? Misol uchun kiyim-kechak ombori bor ekan, ovqat ombori bor ekan. Endi bu yerda общий kategoriyalar. Endi bu yerda yetkazib berishda nimalar bor? Misol uchun bu yerda bizning dasturimizda dastavka, ya'ni yetkazib berish xizmati ham bor. Yetkazib berish dasturi alohida. Ushbu joyda siz sotuv paytida, buni keyinroq ko'rsataman, sotuv paytida siz bemalol o'sha bu yetkazib beruvchiga mahsulotni biriktirib qo'yib, uni mijozning uyigacha olib borib qo'yishga majburlashingiz mumkin. Misol uchun o'sha joyda mana ko'rsatilyapti, 30 ming so'mga olindi, mana olindi. Ushbu narsani amalini bosadigan bo'lsak, sotuv tarixi mana. Nechida zakaz topshirilgan, olib ketilgan, qabul qilingan, biriktirilgan, kim mijozga berilgan. Xuddi shu narsalarni vaqt bo'yicha ko'rib turishingiz mumkin. Endi bu yerda xarajatlar.
Misol uchun har bitta filial nimadirlar uchun xarajat qilishi mumkin. Xarajatlarni yaratish ham juda ham oson, ya'ni summasi kiritiladi, valyuta kiritiladi va undan keyin kategoriya, agar kategoriya yana bitta yangi bo'ladigan bo'lsa, bitta bosiladi va yangi kategoriya kiritib ketiladi. Izoh. Endi bu siz bu yerda super admin bo'lganingiz uchun siz ham omborga yoki filiallarga bemalol xarajatlarni qo'shib qo'yishingiz mumkin. Biz hozir qo'shmaymiz. Yetkazib beruvchilar, ya'ni sizga mahsulot ta'minlaydigan insonlar. Ya'ni bu narsani zavod deb atasak ham bo'ladi. Ushbu joyda siz yetkazib beruvchilarni kirgizib borasiz, ya'ni ushbu yerdan yetkazib beruvchilar qo'shish. Bu narsa faqat omborga qo'shiladi. Misol uchun omborga qo'shilyapti. Telefon nomeri, nomi, manzili, izoh kirgizib qo'yasiz. Ushbu joyda har bitta yetkazib beruvchini kirimlar tarixi, ya'ni kirim kirgizilgan, to'lovlar qilingan, misol uchun ortiqcha to'lov qilgan bo'lsa, avansga olib qolingan. Hozirgi paytda bizani diler mijozimiz haqdor 24.387 so'm haqdor. Bu yerda dollar bo'yicha 502 dollar haqdor bo'lyapti. Mana to'lovlar, shu to'lovlarni, kirim detallarini, ya'ni qanaqa mahsulot olib kirilgan. Ushbu joyda bitta bosadigan bo'lsangiz, mana ikonni ushbu joydan nima mahsulot olib kelganini hammasini ko'rsatib turishi mumkin. Endi sizda bu yerda mijozlar, siz ba'zi bir payt mahsulotlarni qarzga berishingiz ham mumkin. Ushbu joyda ko'rsatib qo'yiladi. Misol uchun qarzga berilgan mahsulotlar, misol uchun bu yerda qarzlar, misol uchun bu to'lov tarixi, bu yerda qarz tarixi, hali qarzga narsa olmagan ekan. Bu yerda ko'raylik. Ushbu qarzdor ham mahsulot olgan, mana mahsulotdan ko'radigan bo'lsak, shuncha mahsulot olgan. Buni hammasi list asosida keltirib chiqaradi. Misol uchun bu narsa chiqarish qiladigan bo'lsak, printerimizdan bizga ma'lumot chiqadi. Endi ushbu yerda asosiy yeri siz bizning ilovamiz asosiy maqsadi nima? Biz bitta ERP sistema orqali barcha do'konlaringizni bemalol boshqarish imkoniyati beramiz. Bitta programmada siz barcha turdagi bizneslaringizni kontrol qilib, ulardagi kassadagi kamomatlarni, xarajatlarni bemalol boshqarib turishingiz mumkin. Ushbu narsani faqatgina hozirgi paytda qarzli ilovasi bera oladi. Hozirgi paytda bunday ilovalar ko'p, anonim versiyasi, lekin ular faqatgina bitta filialingiz uchun ishlab beradi. Siz ko'proq filial qo'shishingiz uchun siz qanchadir miqdorda pul to'laysiz. Bizda tariflarimiz bor. Tariflarga qarab turib siz bemalol 10 tagacha do'konlaringizni bemalol kontrol qila olasiz, ya'ni nazorat qila olasiz. Agar 10 tadan ko'p bo'ladigan bo'lsa, uni ham biz maslahatlashib, qulay narxda sizlarga kirgizib beramiz. Endi bu yerda kirimlar tarixi qachon, qaysi payt, mana manba, yaratuvchi, demo tashkilot kiritildi. Mana shu narsalarni bemalol kirim tarixlarini ko'rishingiz mumkin. Ushbu yerda omborlar, mana bu yerda yetkazuvchi, ya'ni sizni yetkazib beruvchi xodimingiz, omborchi, sotuvchi, boshqaruvchi xodimni yaratayotganda siz bu yerda ismi, maili, ya'ni email adresi, paroli, sotuvchi roli, undan keyin qaysi filial uchun, agar misol uchun chegirma berish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, chegirma berish. Bu yerda bizning asnoviy bitta narsamiz qolib ketgan. Hozir yangi filial ochadigan bo'lsangiz, mana cheklangan kirish rejimi. Bu narsa yoqadigan bo'lsa, sizda nechta filial, nechta ombor bo'ladigan bo'lsa, faqatgina siz belgilagan filial va omborlarni o'sha filialga kirgan menejer ham, ya'ni sotuvchi ham bemalol o'shalarnigina ko'ra oladi. Agar bu narsani o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, siz nechta filial, nechta ombor, nechta do'kon qo'shadigan bo'lsangiz, hammasi ularga ko'rinish boshlaydi. Misol uchun bu narsa nimaga kerak? Sababi cheklangan ko'rish, sizda 3 ta yoki 4 ta turdagi do'konlaringiz bor, lekin ularning barchasi ishlash bo'yicha farq qiladi. Ya'ni bittasi oziq-ovqat, yana bittasi santexnika bo'lishi mumkin, uchinchisi servis bo'lishi mumkin, to'rtinchisi kiyim-kechak bo'lishi mumkin. Bu narsadagina ular bir-birini ko'rishga ehtiyoji yo'q, chunki har bittasidan faqatgina bittadan bir xil turdagi do'konlar yo'q. O'sha joyi bor. Endi moliyada siz umumiy mana ko'rsatkichlar, jami sotuvlar soni, xarajatlar, sof oqim, yetkazib beruvchilarning qancha qarzimiz bor, ya'ni bizni zavodga beradigan, ya'ni yetkazib beruvchiga berishimiz kerak bo'lgan pullarni ham biz shu yerdan ko'rib olishimiz mumkin. Misol uchun bu yerdan mijozlarning qarzi, ya'ni sizni mijozlar qarz bo'lgan sizdan shuncha miqdordagi summa sizga kutilyapti. Endi bu yerda servis hozirgi paytda sizlarda yo'q. Qarzlar hozirgi payt mana
bizani dilerlar bo'yicha, ya'ni biz bu yerda yetkazib beruvchi qarz bo'ladigan bo'lsa, endi qarzlar haqiqiy kimdan qancha qarzimiz bor. Ushbu joyda jami summalarni dollarda, so'mda ko'rib olishingiz mumkin. Endi Z kassa reporti, ya'ni kassa bir marta ochib yopilgandan keyin bu yerda yangi ogohlantirish mana ko'rinib qoladi. Holati tekshirish. Qaysidir payt, misol uchun mana farqi bu yerda 40 ming so'm farq qiladi. Ya'ni bizning dastur shunaqa hisoblaydi. Kassa ochilgan paytda qancha pul bo'ladigan bo'lsa, kassa yopilgandan keyin jami kassa ochilgan paytdagi summa bilan jami savdolarning summasi qo'shib boriladi va kassa yopilayotgandan keyin u, misol uchun hozir bu narsani kassadan ko'rsaman, qancha orasida farqini ham aniqlab beradi. Agar siz PDF bosadigan bo'lsangiz, jami sotilgan mahsulotlarni ham bemalol ko'rsatib beradi. Misol uchun shuni bosadigan bo'lsak, mana faqatgina o'sha kuni ikki xil turdagi mahsulotlar sotilgan. Ya'ni DNA bilan DNA ko'k sotilgan. Xo'p, bu yerda limitlaringiz, ya'ni siz bizdan tarif sotib olganingizdan keyin nechtagacha foydalanuvchi, ya'ni nechtagacha xodim qo'sha olishingiz, hozirgi paytda nechtasi onlaynligi, nechta filial uchun imkoningiz borligi, nechta ombor uchun va necha xil turdagi mahsulot uchun. Mahsulot tomonidan bizda muammo yo'q. Biz cheklovlarni keyinchalik olib tashlaymiz. Hozirgi paytda biz cheklovlarimiz bor. Chunki biz har bitta mijozni samaradorligini tekshirish uchun bir oy davomida demo testlar taqdim etyapmiz.